Agarda sizning shorts videongiz umuman prosmotr olmayotgan bo'lsa yoki bor yo'g'i 100 ta prosmotr olayotgan bo'lsa, siz muammo mening videomda deb o'ylashingiz mumkin. Lekin aslida muammo unda emas. Muammo aynan shorts videolarni siz noto'g'ri tarzda yuklayotganingizda. Va shuning uchun ham YouTube sizning shorts videolaringizni rekomendatsiya lentasiga yubormayapti. Shu sababli ham ushbu videoda men bir nechta muhim mavzularni batafsil yoritib bermoqchiman. Misol uchun, shorts videolarini qanday qilib to'g'ri yuklash, YouTube shortsni mobil telefon orqali yuklash afzalmi yoki kompyuter orqali, qanday hashtaglardan foydalanishingiz kerak, opisaniya yozishingiz shartmi, tag bo'limini bo'sh qoldirsa ham bo'ladimi, shorts videolaringizni yuklash uchun eng qulay vaqt qaysi? Videoni oxirigacha ko'ring va bu savollarning barchasiga javob olasiz. Agarda tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Siz shorts videoni YouTube programmasida, Chrome brauzerida yoki YouTube Studio orqali yuklashingiz mumkin. Lekin agar siz uni kompyuter rejimidagi Chrome brauzeridan yuklasangiz, ma'lum bir qiyinchiliklarga duch kelasiz. Misol uchun, trenddagi musiqani qo'sha olmaysiz. Shuning uchun men shortsni hech qanday brauzer yoki kompyuter orqali yuklamayman. Men faqat YouTubening mobil programmasi va YouTube Studio orqali yuklayman. Ko'pchilik shunchaki plus tugmasini bosib videoni yuklaydi. Bu esa katta xato. Iltimos, bunday qilmang. Avvalambor telefoningizdagi Play Market yoki App Store ga kirib, YouTube va YouTube Studio programmalarini tekshiring. Agar yangilanish mavjud bo'lsa, shorts videoni yuklashdan oldin albatta yangilab oling. Bu juda ham muhim. Endi YouTube programmasiga kiring, plus tugmasini bosing va добавitni tanlang. Bu yerda siz yuklamoqchi bo'lgan videoni tanlashingiz kerak bo'ladi. U biroz vaqt davomida qayta ishlanadi. So'ng готово tugmasini bosing. O'ng tomonda ba'zi variantlar chiqadi, lekin hozircha ulardan foydalanmaymiz. Endi men videoga musiqa qo'shaman. Bu yerda men trenddagi musiqani qo'shaman. Chunki YouTube aynan trenddagi musiqasi bo'lgan shorts videolarni rekomendatsiya qiladi. Avvaldan sizning videongizdagi original ovoz o'chirilgan bo'ladi, lekin siz uni istalgancha sozlashingiz mumkin. So'ng tasdiqlash belgisini bosing. Shundan so'ng Dalya tugmasini bosing. Endi men maxsus preview qo'shaman. Chap yuqori burchakda qalam belgisini ko'rasiz. Aynan shuni ustiga bosing. E'tibor berganmisiz? Aksariyat YouTuberlar videodagi eng qiziqarli kadrni preview sifatida ishlatadi. Aynan shorts videoda. Chunki chiroyli preview tomoshabin e'tiborini tortadi va ko'proq bosishga undaydi. Agarda u shorts bo'lsa ham. Agar sizning videongizda yaxshi kadr bo'lmasa, xavotir olmang. Siz baribir chiroyli preview tayyorlashingiz mumkin. Faqat shorts videongiz oxiriga chiroyli rasm joylashtiring va uni videoning boshiga 0.3 soniya davomida ko'rsating. Videoni yuklayotganda aynan shu kadrni preview sifatida